Assalomu alaykum. Hurmatli kanalim obunachilari, bizning zo'rg'ini kuzatib borayotgan do'stlar, barchalarga alangali salom. Do'stlar, mana hozir bugungi sanamiz 2025-yil 8-noyabr kuni Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan videolar boryapmiz do'stlar. Ana Qirg'izistonga yo'l oldik, xudo xolasa. Do'stlik chegarasiga qarab yo'l olib ketyapmiz. Kech bo'ldi o'sha. Havo harorati yaxshi, ko'z tegmasin. Mana shu mashinada ketib qolyapmiz do'stlar. Andijonning mashinasi. Yo'lkira Namangan shahridan o'tirdim. Ya'ni 80 ming so'mga gaplashdim. O'sh chegarasi Do'stlik tamoyilasigacha ham. Yo'g'on narx deb o'ylayman, ya'ni o'rtacha narx deb.